12 haftalik homilani ko'ryapsizlar qizlar. 12 haftalik. Xo'p, o'sishlari juda yaxshi, tonuslari yo'q. Bu yerga e'tibor bermaysizlar. Qo'lchasi burunchasining ustida bo'lgani uchun profili yaxshi chiqmadi. Xo'p, men bu yerga qaranglar. 12 haftadan homila jinsini aytaman deyman. Ayollar aytadi, necha foiz to'g'ri chiqadi? Men 100 ta ayol ko'rsam, 3 ta xato qilishim mumkin. Ikkinchi skriningda buni o'zim to'g'rilab o'taman. Men bu yerda 3 oylik 12 haftalik homilani ko'ryapsizlar. Mana qorinchasini pasti, qornini pasti mana to'g'ri kelyapti. Девочка bo'lib ko'rsatyapti. Agar o'g'il bo'lganda edi, mana bu yerda mana bugarok paydo bo'lardi. Bugarok ko'ryapsizlarmi? Bugarok yo'q. Bizda mana ikkita chiziqchamiz bor. Bu 2,5